Assalomu alaykum aziza, kanalimizda ko'rib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Assalomu alaykum, rahmat. Tashrif uchun tashakkur. Sizga muxlislarimiz tomonidan kelgan savollar bor. Shularni agar tayyor bo'lsangiz, birin-ketin beraman. Taklif qilganingiz uchun ham tashakkur qilaman. Boshimiz Biz ham xursandmiz. Demak, savollarga o'tamiz bo'lmasam. Bugun menga dunyo tor, bugun orzular bekor. Chunki hammasi qiyin, yuragimni etma zo'r. Endi yor nolasi, uzar qalbim tolasin. Balki senga bo'lar oson, dardim tinglagan osmon. Uzilmoqda rishtalar, unga qo'shilib dardlar. Meni hamon yodimda, sen bilan o'tgan damlar. Yuragimni ezmagin, meni qutqaring deya. Axir harakat qildi bizni sevgimiz deya. Yo'q bo'ldi, 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 bo'ldi. Ayblama, ayblama meni. Sen meni to'ldi, 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 to'ldi yuragimga dard. Sevgandim seni. Bor mayli, 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 mayli qolaman surating quchib. Sen menga, 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 menga achinma ketar sevgimiz o'chib. Bor, endi sevgimiz xor qilmayman hech kimga. Ishonma so'nggi so'zlarim yor. Aytilar sen uchun, og'ir ham men uchun. Yoshlarga to'ldi ko'zlarim baxtingni o'ylashmadi nega. Seni ota-onang ayirdilar bizni, xato qilib mana uzatdilar seni. Baxtim judo qilib sen bechora qizni. Menga qaranglar. Men nogiron yigitga qiz berishga niyatim yo'q. Agar u kelajakni o'ylamasa, mana ma'lum. Mani to'g'ri narsa yo'q. So'nggi bor ko'rgani boraman seni. Men seni baxtli bo'l, qiynalib o'ylama meni.